Qizil, yashil, ko'k, qizil, yashil, ko'k, qizil, yashil, ko'k, qizil, yashil, ko'k. Agar qizil, yashil, ko'k javobini tanlasanglar, ikkita variant turadi-da. Qizil, yashil, ko'k birinchisiga qo'yib qo'yishadi. Bo'ldi, mana shu javob ekan deb bitta bosadi, o'sha qopqonga tushdinglar. Lekin aslida to'g'ri aytyapsizlar. Lekin bitta momenti bor. Qani o'sha momentni kim topadi? Tak, javoblar kelyapti. Javobi keldi. To'g'ri javob. Qizil va yashil bir vaqtda o'tadi. Tushunyapsizlar? Mana shu javobni tanlashinglar kerak. Birinchi aytgan javobinglar to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin aniq javob bu yerda qizil va yashil yoki yashil va qizil avtomobil bir vaqtda o'tadi, keyin ko'k o'tadi. Qizil va ayni vaqtda yashil bilan keyin ko'k. Ko'ryapsizlar-a? Mana shunaqa savollar chalg'ituvchi bo'ladi. Buni F3 ga qo'yib qo'yish mumkin-da, F1 ga qo'yib qo'yadi. Qizil, yashil, ko'k deb qo'yish mumkin. F2 ga yashil, qizil, ko'k deb qo'yish mumkin. Ikkalasi ham to'g'ri javobni beryapti, lekin uchalasi ham shu javobdan aniq bitta javobni topib olishimiz kerak. Mana mana shu holatda bir vaqtda o'tadi qizil, yashil, keyin ko'k. Yaxshi. Lekin ko'pchilik xato javob berdi. Xato javob yana qanday? Qizil, yashil, ko'k. Yashil, ko'k, qizil deganlar hammasi xato. Bir vaqtning o'zida degan so'zni ishlatish kerak yoki ayni vaqtda. Xo'p, ko'ryapsizlar, qopqonli savollarga tushyapsizlar. Agar mana shu qopqonli savolning javobini bilmaydigan bo'lsanglar, imtihonda tushib qoladigan bo'lsa, mana shu qopqonga tushib qolish ehtimolinglar katta. Bu master klassimizda faqatgina 30 ta qopqonli savolning javoblarini ko'rib chiqamiz, lekin bizning kursimizda naqd 103 ta qopqonli savol bo'ladi. Tasavvur qiling, 103 ta qopqonli savollarni tahlil chiqqanmiz. Xo'p, 27-savolga o'tamiz. Taqiqlovchi belgi bilan o'rnatilgan qo'shimcha axborot belgisi nima maqsadda qo'yilgan? Maqsadini topamiz. Belgiga e'tibor beramiz va belgining tagidagi qo'shimcha axborot beruvchi belgiga qaraymiz va javobini yozinglar. Qanaqa javob bo'lishi mumkin? Bu yerda maxsus variantlarni hech qaysi ketmaganmiz. F1, F2, F3 deb ketmaganmiz. Shu o'zinglar tahlil qilib javobini bera olishinglar uchun. Ketdi. Quvib o'tishda taqiqlaydi. Mutlaqo xato. Savolni yaxshi o'qinglar. Savolni o'qisanglar, savolni yaxshi tushunish javobni 50% topishni kafolatlaydi. Shuning uchun savolni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Tak. Masofa 40 metrdan oshmaydigan transport vositasi. Yaxshi. Mana endi quvib o'tish degan javob qoniqtirmaydi-da. To'g'ri javob berish kerak. Masofadan ushbu masofagacha taqiqlanadi. Молодцы. Belgilangan, ya'ni belgining uning ta'sir qilish hududini boshlanishigacha bo'lgan masofani aniq ko'rsatadi. Hozir menga masofasi aniq ko'rsatilmayapti. Bu 300 metr yozilgan, 200 metr ko'rinmayapti. O'sha masofagacha, ya'ni belgilangan belgining uning ta'sir qilish hududi boshlanishigacha bo'lgan masofani ya'ni aniqlash uchun yozilgan. 300 metrmi? Bo'ldi, 300 metr ekan. Xo'p. Chunki masofada gap bo'lishi mumkin. Mana masofa degan so'zni ishlatayotganlar уже to'g'ri tahlil qilyapsizlar. Keyingi 28-qopqonli savolimizga o'tamiz. Ko'pchilik mana shu savolda ham yiqiladi. Qaysi transport vositasi haydovchisi qayrilib olishni to'g'ri bajarmoqda? Qaysi biri to'g'ri bajaryapti? Yengil avtomobil ikkinchi qatordan, ya'ni birinchisida emas, ikkinchisidan qayrilib olyapti. Ko'k avtomobil birinchi qatordan qayrilib olyapti. Qaysi biri to'g'ri aslida? Qani topamiz. Tak. Barchasi, ikkalasi, har ikkisi yengil avtomobil. Mana o'sha qopqonga tushdingiz. Yuk avtomobil, qizil avtomobil. Qopqonga tushyapsizlar o'zi. Men hozir sababini ham tushuntirib beraman. Ikkalasi har ikkisi gap bo'lishi mumkin emas. Hamma to'g'ri javob beradi. Ya'ni 90% inson to'g'ri javob beryapti. Ya'ni har ikkala haydovchi to'g'ri qayrilib olyapti. Endi sizlarga sababini tushuntirib beraman. Nima uchun ko'k yuk avtomobili yo'lning qatnov qismidan, ya'ni birinchi qatordan qayrilib olyapti? Javobi juda oddiy. Agar ikkinchi qatordan qayrilib oladigan bo'lsa, uning qayrilish oralig'i, ya'ni masofasi yetmay qolishi mumkin.
atrofga chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun bizga yetarlicha masofani olgan holatda birinchi qatordan qayrilish huquqiga ega. Faqatgina shu ikkinchi qatordan kelayotgan avtomobillarning barchasini o'tkazib yuborish kerak. Yaxshi. Xo'p, 29-qopqonli savolimizga o'tamiz. Bu ham 2025-yilda qo'shilgan savollardan biri. Shunga o'xshash savol ham bor, eski savollardan biri. Endi savol: ushbu ko'rsatilgan holatda sizga mototsiklga yo'l berishingiz kerakmi? Biz avtomobilda ketamiz, mana rulni boshqarib ketamiz. Chunki rulda mana rasmni ko'rsatib qo'ygan. O'ng tomonimizda mototsikl turibdi va u ishorasini chapga buryapti. Biz unga yo'l berishimiz kerakmi o'zi? Qani topamiz. Kerak, ha, kerak, yo'q, kerak emas. Kerak, ha. Yo'q, ha, yo'q. Ha, yo'q. Yo'q, ha. Mototsikl yo'l berish kerak. Avtomobil yo'l berish kerak. Ko'rasizlar, o'sha javoblar aralash bo'lib ketyapti. Demak, bu qopqonli savolga kiradi. Ya'ni eslab qolamiz, yo'l harakati qoidalarining 46-bandi, 47-bandi, ya'ni ishora yoqish birinchi o'tish huquqini bermaydi. Shuning uchun ishorasini yoqyaptimi, birinchi o'tishga huquqi yo'q. Biz o'zimiz yo'nalishimizga ketyapmizmi? Biz birinchi o'tishga haqlimiz. Keyin mototsikl o'tishi mumkin. Shunda javob yo'q bo'ladi. Ya'ni biz mototsiklga yo'l bermaymiz. Xo'p, 30-chi eng qiyin bo'lgan savollarimizdan biri, 30-qopqonli savolimizni ko'rib chiqamiz. Yo'l chizig'i bilan ajratilgan bekat maydonchasidan harakatlanish uchun foydalanishga ruxsat etiladimi? Savolni mag'zini tushunib olishga harakat qilamiz. Ya'ni tramvay to'xtab turibdi va to'xtagan joyida maxsus yo'l bor. Yo'l bilan chiziq bilan bir sig'ir bilan ajratib qo'yilgan. Ushbu chiziqqa harakatlanish uchun foydalanishga ruxsat etiladimi? Ya'ni ko'k avtomobil harakatlanish uchun ruxsat etiladimi? Javobini yozamiz. Taqiqlanadi, ruxsat etiladi. Ha, yo'q. Ta'sir doirasi oralig'i. Bu eski. Taqiqlanadi. Xohlaganini qiladi. Yo'q, xohlaganini qila olmaydi. Taqiqlanadi. Boyvachcha bo'lsa ruxsat etiladi. Yo'q. Boyvachcha bo'lsa ruxsat etilmaydi. Taqiqlanadi. Ruxsat etiladi. Taqiqlanadi degan javob ko'p bo'lyapti. Ya'ni yo'q degan javob ko'p bo'lyapti. Demak, ushbu joydan yurish maqsadida foydalanish mutlaqo taqiqlanadi. Mana naqd 30 ta testlarning javobini ko'rib chiqdik. Xo'p, endi bonus haqida gaplashamiz. Bonus sifatida kursni, ya'ni master klassni oxirigacha ko'rayotganlar uchun sovg'a sifatida ichki ishlar organlari xodimlari bilan, ya'ni 99% holatda qonuniy gaplashib chiqib ketish sirlarini, ya'ni yo'llarini sizlarga qo'llanma qilib alohida bitta kurs qilib jonli efir qilib beraman. Faqat oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, master klassimizning oxirida sizlarga silka beriladi. O'sha silka bo'yicha kirasizlar. Alohida Telegram kanal qilib qo'yamiz. O'sha Telegram kanaliga hammani yig'amiz oxirigacha ko'rganlarni va o'sha kanal uchun maxsus bitta jonli efir qilib beraman. Ya'ni asosiy qoidalarni tushuntirib beraman. Shuning uchun oxirigacha ko'rishlarini maslahat beraman. Yana bitta bonus, master klassimizda oxirigacha ko'rganlar uchun o'sha botanika voqeasini, men sizlarga o'zimda bo'lgan voqeani aytib beraman. Ko'pchilik qiziqlanib, shu sababli ko'pchilik oxirigacha kuzatyapti. Yaxshi. Mening asosiy maqsadim nima? Ya'ni ushbu ishni boshlaganimdan asosiy maqsadim nima? Shu haqida hozir gaplashamiz. Ya'ni mening asosiy missiyam nima? Bu kursni boshlaganimdan asosiy missiyam nima? Qonuniy gaplashamiz kanalini ochganimdan asosiy missiyam nima? Xo'p, sizlarga tushuntirib beraman. Haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini bilmasligi, ya'ni ko'pchilik haydovchi yo'l harakati qoidalarini bilmagani uchun jarimaga tushadi, adolatsizliklarga uchraydi. Nega adolatsizlikka uchraydi? Chunki o'z huquqlarini bilmaydi, yo'l harakati qoidalarini bilmaydi. Yo'l harakati qoidalarini bilmagani uchun ko'plab jarimalarga tushadi. Ya'ni Toshkentda yuradigan bo'lsa, jarimalar juda ham ko'p. Ikkinchisi, o'lim statistikasini men sizlarga gapirib beraman. Statistika bo'yicha 2025-yil tugamasdan turib
o'lim bilan bog'liq holatlar, ya'ni yosh bolalarning o'limi bilan bog'liq holatlar ayniqsa mana shu yo'l harakat qoidalarini bilmaganlar uchun, bilmaydigan haydovchilar bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni tezlikni oshirgan, peshobod o'tadigan joydan sekin o'tmagan, tez o'tib ketgan, ko'plab statistika bo'yicha ko'p yosh bolalar o'lib ketyapti. Mana shunaqa haydovchilarnida. Shuning uchun qizildan o'tib ketyapti, qizildan o'tib ketayotganda boshqa bir Damas haydovchisi harakatlanib ketayotgan bo'lsa, Damas urib ag'darib ketgan holatlar ham Instagramda tarqab ketgan. Ko'pchiliklar ko'rgan bo'lishlari mumkin. Keyin men asosiy missiyalarimdan biri adolatsizlikka qarshi kurashish. Ya'ni haydovchilarga nisbatan juda ko'plab adolatsizliklar duch kelyapti. Ya'ni misol uchun yo'llarimiz yaxshi emas, bilasizlar. Bir avtomobil egasi yangi avtomobil oldi, yangi ballonlarni oldida ketyapti-da, chuqurga dab etib tushdi. Balloni yirtildi yoki diskasi sinib ketdi, chuqurda deb sinib ketdi. O'sha holatda avtomobil egasi hatto ma'naviy zararni ham undirib oladi kerakli insonlardan. Ya'ni shu yo'lga mansabda, ya'ni yo'lga javob beruvchi insonlardan ma'naviy zararni ham undirib oladi kerak bo'lsa. Faqatgina mana shu yo'llar bo'yicha, ya'ni adolatsizliklarga qarshi kurashishni o'rgataman Instagram sahifamda. Xo'p, yana asosiy missiyalarimdan biri huquqiy savodxonlikni oshirish. Agar har bitta haydovchi o'zining huquqiy savodxonligini bilsa, talab qila olsa, har qanday holatda qonuniy, ya'ni qonuniy holatda, noqonuniy emas, bizda faqat qonuniy holatda YP xodimlari bilan qonuniy gaplasha oladi, o'zini haq-huquqlarini qonuniy talab qila oladi. Shuning uchun biz, ya'ni men asosiy missiyalarimdan biri har bitta haydovchi huquqiy savodxonlikka ega bo'lish kerak. Yana asosiy missiyalarimdan biri pravani, ya'ni haydovchilik guvohnomasini halol yo'l bilan olish. Agarda siz pora bilan oladigan bo'lsangiz, ya'ni pul berib oladigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan yo'l harakat qoidalarini yaxshi bilmaysiz, yo'l harakat qoidalariga amal qilmaysiz. Bilmaganingizdan keyin amal qilmasligingiz mumkin. O'zingizga minusga ishlaydi. Ya'ni to'xtash mumkin emas bo'lgan joyda to'xtaysiz. Qancha minut to'xtash mumkin bilmaysiz, qayerda qarilish mumkin emas, belgilar bilmaysiz. Shu sababli yo'l harakat qoidalarini testini, ya'ni pravani o'qib olishni maslahat beraman. Bu ertaga sizlarga bilinglar, o'zingizlar bilan qoladigan bo'lsa, umringizda oxirigacha kerak bo'ladi. Keyin yana asosiy missiyalarimdan biri ko'pchilik aldanyapti, ya'ni kimlarga aldanyapti? Qo'shtirnoq ichidagi ba'zi blogerlarga pul evaziga pravangizni olib beramiz 3 kun ichida deydiganlarga. Siz hech qayerga borishingiz shart emas. Test markazlariga bormaysiz, rasm tushishga bormaysiz, qo'l qo'yishga bormaysiz deb odamlar 5 million so'm pulini oladi, soxta pravani tayyorlab u insonga Yandexda jo'natib yuboradi. U inson hamma pulni perevod qilib beradi oldindan va pravani qo'liga kiritgandan keyin xursand o'zida yo'q. Meni qo'limda endi prava bor deb o'ylaydi. Lekin shunaqa holatlar bo'lyapti, ya'ni shunaqa keyslar bor, shaxsan o'zimni qo'limda. Haydovchilar aldanyapti 5 million so'm pul evaziga. Buni qayerdan bilib olsanglar bo'ladi? Tasavvur qilinglar, sizlar rasmiylarni o'zingizlar tushirib jo'natyapsizlar. Bu unaqa ishlamaydi. Yagona darchaga borganinglardan keyin sizlarni rasmga tushiradi. Qo'linglarni yagona darchada oladi. Qo'l qo'yib berishinglar kerak. Hozir qo'lga qo'yib berganinglar o'tmaydi. Keyin qo'l izinglar oladi. Hujjatimiz tayyor bo'lgandan keyin boramiz, qo'l izimizni qo'yamiz, bizmi, yo'qmi tasdiqlash uchun. Keyin hujjatimizni qo'limizga beradi. Mana shunaqa oddiy logika orqali tushunib olsak bo'ladi. Juda ko'p haydovchilar mana shu mashinaliklarning qurboni bo'lyapti. Hozirgi zamonda pravani tanish bilish bilan yoki sotib olishning ilojisi juda ham qiyin. Xo'p. Endi men bugun sizlarga ajoyib imkoniyatni beraman. Ya'ni bu qanaqa imkoniyat? O'zbekiston bozorida avtotestni 10 karra tezroq eslab qolish, ya'ni minimal texnika metodida eslab qolishni o'rgatuvchi o'qituvchilar deyarli yo'q. Sababi ko'p, agar bo'lishi mumkin, bo'lsa etsanglar bo'ladi, lekin men shaxsan o'zim kuzatmadim, ko'rmadim. Ya'ni yo'l harakat qoidalariga tegishli bo'lgan 1200 ta test savolini minimal texnika yordamida, ya'ni shaxsiy eslab qolish metodikasi orqali o'rgatadigan insonlarni ko'rmadim. Nasib qilsa O'zbekiston bozorida shunaqa inson birinchisi men bo'laman. Ya'ni yo'l harakat qoidalariga tegishli bo'lgan savollarni
10 karra tez eslab qolish, ya'ni metodikasini mnemotexnika orqali sizlarga o'rgataman. Xo'p, taqdimot qilamiz. Taqdimotni ham oxirigacha ko'rishlarini maslahat beraman. Sababi oxirida bonusimiz bor, o'sha aytib o'tgandek, mini kurs qilib beraman. Oxirigacha ko'rganlar uchun yopiq Telegram kanalimiz bor. O'shanga qo'shilib olasizlar va qo'shilib olganlar uchun ichki ishlar xodimlari, ya'ni GAI xodimlari bilan qonuniy gaplashib 99% holatda qonuniy chiqib ketish yo'llarini sizlarga o'rgataman. Va oxirida botanika voqeasini ham aytib beraman. Xo'p, taqdimotga o'tamiz. Qonuniy pravo olamiz nomli onlayn kursim bor. Bu kursimni birinchi marta ochyapman, ya'ni bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Shuning uchun sizlarga hozir taqdim qilib ketaman. Xo'p, start 28-aprelda start beriladi. 28-aprelgacha o'zingizlar joylarni band qilib egallab olsanglar, nasib qilsa 28-apreldan barcha darslik